أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب زكاة واجب olduğu malına bir ötüp kalsa hediye mesela şu bir ötülgen mal mesela hediye ağan kişi değil şunu yılın otturda ya bir kısmında şu hediye ağan bolsa kuldaki iqtisodga qetiblan birlam zakat veramdi yoki bu yilning o'ttirda chigan mal olgan ekan bu qo'ldagi malni bir yil aylanganda berib bu malni undan qo'li chigan vaqtdan tortib bir yil aylanganda bunda beramdi. Demak bu havl tarafdan hamda bu o'zalda bir havl olamdi buning yoki qo'ldagi iqtisod bilan birlam bo'lib ketamdi. Ve fi ba'd hadhihi al-masail allati zakarna tafsilun fil madhhab Burq meselelerde Maliki mezhepte tefsilatlı var. Elbette başka mezheplerin buluşu mümkün. Lem nara en neta'rad lahu iz kana gayru muvafiqun li garadina. Bizning ma kitobni izdishdiki asas maqsadimizga udil kelmaganlikdan biz alqa yig'inchaq cho'ng masalalarni izlab o'tadigan bo'lg'achqa uni yozmadik deydi. Ma annahu ya'suru fiha i'ta asbab tilka al-furuq. Uning bilan billa yani nima uchun ma'nunda keldi deganda buni farqlarning sababini bayon qilishda yig'atchi bir sabab ko'rsatish. Hammadan o'zining kallasi bo'yicha bizlar deb baqdi. Unda manqul ya mantuq bir hadis bo'lgan ekan, har kallada bir xiyol deb u fikr o'xshash olmaydi deydi. Furuq degani bir masaladan o'ttirik farq. Nima uchun ma'nida zakat keldi, ma'nida kelmadi? Nima uchun ma'ni qatdi, ma'ni qatmadi deganda. Lianna aktaraha istihsaniya. Ko'pincha da bu istihsan. Yani istihsan deganimiz nima? Asli normal qiyosni tashlab o'tib, boshqa aniq bir manfaat, rojih bir maslaha uchun aniq qiyosni tashlab o'tish. Demak, ma'noda bunda muvofiq taraf bu ayamında foyda bor deb ham shuni to'g'ri topganlikdan bo'lg'achqa har xil sabablar bayon qilish mumkin. Mesela tafsilihim ad-duyun allati tuzakka min allati la tuzakka. Mesela mana zakat berildi, mana zakat berilmaydi, mana zakat berildi, mana zakat berilmaydi. Tafsili her bir mesela ayrım bayan qilganlik. Her birining anda mana halal qo'yildi, mana beramiz, mana bermaymiz deb sababini ko'rsatdi deydi. Va duyunul musqitatu liz-zakati min allati la tusqituha. Yana zakatni vojibligidan tushiradigan qarzlar bilan tushirmaydigan qarzlarning farqida shunday gaplar jiqdi. فهذا ما رأينا أن نذكره في هذا الجملة. مش بابتا بس مش يقول ذكرنا بيان قلب شنو خالدوق وهي معرفة من تجب عليه الزكاة. زكاة كم واجب بولدو قندا ململك بولدو onun şartları nima? Vacip olan kişinin ahkamları mesela zimmi, çoğun, küçük, akıl, yak, sarang degandek. وقد بقي من أحكامه حكم مشهور. Bunun münasır hükümlerden meşhur bir hüküm kap kaldı dedi. Meşhur bir mesele dedi. O mâzâ hukmu men men'a zekâ ve lem yechhad vücûbeha. Zekat İslam'ın bir rüknü turuqluq. Bunu tansa zekat degan narsani to'lamayman. Vacib farz emas. Deb qalsa kafir oldu bunun ittifaq. Lekin zekat şu farzda. Müslüman bo'ladigan zekat va sekulta ras. Deb turib zekat bermaydi. Bunda musulmonlar jiq hozir. Zekat bermaydigan baylar jiq. Muş kişilerimdi. Bu kafir olamdı, fasık olamdı ya nem buldu. Aziramda bu fer'i mesele neye tutuşup gitti? Etikat meselesi. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın demeçi. Bunun hükmü murtadın hükmü de qaradı dedi. Peki anda bu mu nima mahsemdi? Harbul murtaddin de şu çağda harbi ridde de uruş oldu. Lekin unda Abu Bakr Rasul shunning hammani zodi murtad deb qaradimi yoki bir qismi murtaddi, bir qismi unda sallanishib qolgan, yana bir qismi boshqalarga agishib ahvol qarab ish ko'rgan, har xil holatda, har xil pozitsiyadagilar ba'vosimon bir qismini murtad deb qaragan bo'lsa, bir qismini murtad demaganmi? Bu ehtimollar. Rasululloh bachaqda Rasulullahninki zakatchi kadrlari hamma qabilaga berib zakatni toplaydi. İşte amvalı zahiradan, şunama qo'y, kala, tuga, xoma, ziraat malın. Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin da qarab ba'zi arab qabilalari bu musulmonlar azizlashdan bo'lib bak pul to'lab bunda. Yani islom taqa cho'nqir bekimiga vaqtlandi. Ha musulmon bo'ldik deb pishga başlab burunmalikqa boshqa davlatlarga to'lab beqindiliklar yashaydigan bo'lgan ekan. Bu
başçılatımız da gaçsı bir 5'e tügep ketkenlik ulan bolanda bizge bak başçılımsak mı bizning adablardan naqib ketanmaydi tulmayli ya deplamında başta atqanlımı jaqam qanda qilalaydi deb tulmay turib baqmaylımı da ba'zilari undan ta'wil qilib bermaganlarim bor va salli alayhim inna salataka sakanun lahum Rasulullah da zakat topshirib olgan chaqda ularga Alloh mag'firat qilsin, Alloh barakat bersin deb duo qildi. Duosi nima bo'ldi? Ular uchun rahmat, mag'firat bunda bo'ldi. Endi Rasulullah vafot bo'lgandan keyin qani bizga rahmat, mag'firat qilgan duo. Rasulullah qilgan duo ijobat bo'ldi. Endi Abu Bakr duo qilsa Rasulullohga bo'lmaydi. Unda bermaymiz. Bunda har xil ta'wil qilganim bor. Endi dinda inib ketganim bor. Resmi murtad bo'ldi, islom degan bo'ldi. Biz o'qimaymiz unda. Sho'rvat to'xtablam boshda atqanlim bor. Chunki o'zi qo'rqib ketib g'achida, "Oy musulmon bo'ldik" deb qag'illab qolsa, Rasululloh kelib ketgan unda bizni binas qilmaydi deb haqiqiy nimasidan oshkor qilganlar bo'lishi mumkin. Demak, yani buning turichi. Lekin men degan Abu Bakr radhiyallohu murtad bo'ldi deb qardi deydi. Yani la uqatilanna man farraqa bayna as-salati va zakat dedi. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yadduna li Rasululloh sallam laqataltum alayhi. Rasululloh topshirib kiratgan zakatdan bir og'amcha tanichilik narsani men bermaydigan bo'lsa, shuning uchun urushima. Deb Hazrat Umar bu la ilaha illalloh deb tursa, nima qilsa, nima urushima Rasululloh degan. Umrdan uqatilan nas hatta yaqulu aw yashhadu la ilaha illalloh va anni rasululloh. Nima deganiki unda og'da illa bi haqqiha va hisabu malalloh degan emasmi deb Hazrat Umarni qoyil qilgan. Ya'ni bu nima zakatmi o'sha haqqul islom, haqqul mal. Navani kim buni ado qilish kerakdir. Va bidalika hakama fi mana az-zakat min al-arab. Arablardan zakatni topshirmay turganlarga shunda hukm qilgan deb. Va dalika annahu qatalahum wa saba zurriyatahum. Yani ne için bu mürtedlikten alameti nima desa, yani enik bu mürted deganmi? Demagan. Lekin unda nima deganda qatlarna fil janna va qatlakum fil nar degan so'zi bor. Sizlarning o'ltirgan adaminglar do'zaxda degan. Yani do'zaxda degandan bundimi kafir deganlar, mürted deganlar chiqmaydi. Asiylik qildi. Zakat baytirib islom xalifasiga qurol ko'targanlik, bo'yantavlik qilganlik, isyankorlik matarafdan do'zaxda jazolanishi mumkin. Asiylik bu. Lekin bir muddatdan chiqishi mumkin degan bo'ldi. Ehtimollik bor. Ammo urushib ularning xotun balchaqlarini asirga olganlikqa bu boshqa dinda degan bo'ldi. Agar musulmonlarning nimasi bo'lsa, musulmon xavorijlar deb qarasak-to, yani islom xalifasi, islom davlatiga qarshi chiqqan musulmon isyankorlar deb qarasak-to, u qanday bo'ldi? Urushda xotun balog'ini asirga olmaydi. La yusba dararihim va la yutba mudbiruhum va la yudfaf jarihuhum. Hazrat Ali bundan xavorijlarni qilgan chaqda uning masalan balchaqlarini xotun balchaqlar asirgan bo'lgan. Chunki xavorij. Ondan qochqini o'zi aqdin qo'llab o'tmaymiz. Bundan da qo'yib qo'yamiz. Onda yarda sulab nima qilsa, uni qo'llab berib o'tirib bunday qildi. Demak bu musulmonlarning isyankorlari qilgan muomala. Ana Hazrat Abu Bakrning qilgani uni o'tirib balchaqlarni asirga olgan. Navonki buni kafir deb qaragan, yani murtad deb qaragan demakchi. Wa khalafahu fi zalika Umar radhiyallohu anhu. Demak Umar radhiyallohu anhu boshqacha fikrda bo'lgan shunami? Wa atlaqa man kana isturiqa minhum, yoki istaraqqa Abu Bakr minhum desak bo'ladi. Demak Abu Bakr ulardan asirga olganlarni keyin qo'yib o'tgan. Ya'ni o'zining zamoni kelganda deylar, o'zi xalifalik vaqtida qo'yib o'tgan desak bo'ladi. Demak bu kafir deb qaramagan, asi deb qaragan degan gap chiqdi. Innalloha la yaghfiru yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa bi qawli Umar qala al-jumhur. Umar radhiyallohu anhuning shu qarashi bo'yicha jumhur shunda qaradi deydi. Yani asilar bo'ladi. Yani zakatni bermagan, lekin zakatning farzligiga tanmaganlar asi fasiqlar deb jumhur. Qasdan bermagan bo'lsa emas. Qasdan bermagan. Shuni o'xshaydi. Yani mushumi yani namozni qasddan namoz o'qimagan kishilarning masalasiga yaqinlashib qoladi. Chunki bu islomning bir rukni, bu islomning bir rukni. Mush amal zodi bo'lmasimi iymon degan sifat bo'lamdi bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh shahodat keltiribdi masalan. Lekin namoz o'qimabdi, zakot olibdi, ro'za tutmabdi, ishni qilmasimi, yani bu musulmon fasq bo'lsin, bir musulmon yani iymon bor, iymonning bir xabartirchi yoki nimasi bor deb qaralamdi, yo buni iymon yo'qlamdi degan ma'nosida chetishlik.
Yani bazı alimlar qasdan namoz o'qimaydiganlarni kafir deb qaraydi. Chunki bu amal iymonning bir parchasi deb qaraganlar. O bu personel ularni qatnan belgilab uchun murtaddan qilgan ya bilak ahkamlar misal qaragan. Yo'q, zakat bermay turgan. Albatta uning u chaqda nima qilgan emanjaq. Shunda sen ko'targanlar emanjaq. Bunun ichida balki musulmon emas, puloni kelsa askar tatib keladi deganim bor. Yo'q, zakat vermemiz deganim bor. Aniq ifoda bo'lmaymanda jim turganlim bor. Ishqilibamda to'rt tarafdan hamda shundalar bunda nima qilib bo'lgan ekan. Shu chaqda darhol Hazrat Abu Bakr chariqimsa islom davlati shu chaqda yiqilib ketganlar. Chunki bu nima qilish modolab undan sen qilish. Hamza bo'ldi. Islom davlati yiqilib ketgan. Hazrat Umar bo'ldi biz shu Madinada jim turlar deb qo'rqib qoldi. Çünkü Müslümanlar sana az yani Medine'de şu azrak qildi. Bütün etrafdagi qabilalar nurg'un qo'shilma qabilalar sen ko'tarib kelganki Hazrat Umar sal qo'rqib izdan baytak va aqfil alayka babak va abud robbaka hatta yaqin debdi. Hech kim taqob bo'ldimish Madinadan chiqmay bizning shahardan Allohdan ibodat qilib o'tirlar degan ekan Hazrat Abu Bakr Ajabbarun fil jahiliya xawarun fil islam debdi. Jahiliyatda bak nochitdan sen qo'rqmas. Musulmon bo'lgandan bunda qo'rqinchaq to'qijira qilib qoldingmi deb undan urushmas. Deb Xolid ibn Validni ayonga, ya'ni bir qo'mondonning ayonga 7-8 tarafdan, ya'ni 5-6 tarafdan qo'shin tashkillab 4-5 tarafga qo'shinib o'tgan. Bir vaqtlar. Madinadagi musulmonlar. Anda Xolid ibn Valid uni yig'ishtirib, ayoni bosqitib, yig'ishtirib, ayoq berib, bosh qo'mondonlar ayoni yig'ishtirib, ayoni bosqitib, undan tinchitgan. Bu süçada İslam devleti Resulullah yıkılıp geçiş ihtimali var. Çünkü Abu Bakır'ın ana şu bir mevkife bu Müslümanların şu neçe yıllık tarihte kapalatlık kılan pozisyon bir karar. Siyeri çıkanlar. Ha. Demek Abu Bakır dili yumuşak, bağrı yumuşak, şunda rahim dilden boğan bilen nait özünü toktatkan dana kişiydi. Hazreti Ömer şu çağılda doğru karışını nuklamadı. Bu mesela o Medine bikini öyle tuğan kim o yanlış kırıldı yani. Tutturaptın. O çağda naak paspala çıkılıp o Müslüman tüyecek zaten. Tarih-i Hulafa Suyuti'nin mesela. Ondan tercüme kitaplardan Hilyatul Evliya qarsan buldu, Siyer-i Alamını bula qarsan buldu. Abu Bakır'ın ayrım tercümalarını yazılan kitapları var. Mesela Hayat Sahabe'deki. Ya mesela Akkad'ın kitapları var. Abkariyat Abu Bakır diyendek. Şunun tefsiri onda muqlışqa. Peygamberlik davası çıkalım çok çıkan var. He, şu çağda. Ya murtad deb qaragan netse mesela unda peygamberlik davası çıkan, mında adamım var. Ya hemmenem de bu harbi redde deb atagan. Bir xil umumlaştırıp. Lekin onun içinde unda tefsilatın bazısında ismi murtad emas, lekin andarak tuğallım var. Demek Cumhur Ömer'in sözünü tuttuğumuz degende Ömer radıyallahu anh şu çağda Allah Abu Bakr'ın kalbini müşrik etip deb Urushqa qayil olgan, urushil zade degenge. Lekin aşının hükmü zade. Bu kafir ya murtad olamdı degan onu qo'shilmadi. Demak o bir necha masala vardı. Bir necha masalaning ichida urush deganga ya urushmaylar, Madinadirek tursa, mudofiadirek tursa qilamdiki desa, bu urushmaydi degan. Urush to'g'ri emasmiki deb qaragan. Bu la ilaha illalloh deb tursa, bu la ilaha illalloh degan urushib biz qan to'ksa qanda oldu deb qolgan ekandan illa bi haqqi deganiki urushma. Yani qayil olgan urush. Lekin u urushdan bu murtad deb urushamdi. Andan buni shu asirga olamdi. Ma tarafidan qayil emas. So'ng keyin andan o'zi xalifa bo'lgandan keyin asirlarni qo'yib o'tgandi. O'zining qarashi bo'yicha amal qilganda unda xalifa bo'lgandan keyin. Demak, Hazreti Ömer kafir deb qaramagan, murtad deb qaramagan, zakat bermay turganlarni. Jumhur shu qarashni oldi dedi. Yani kafir demaymiz demakchi, jumhurning qarashi. Wa dhahabat ta'ifatun ila takfir man mana'a faridatan min al-fara'id. Farz, namoz, zakat, roza, minnalarning birisini butunlay qilmaymiz deb tashlagan kishilar bo'lib qolsa, kafir deb qarasa bo'ldi. Tanmisimi? Qilmayman deb lam o'qisa, kafir desa bo'ldi deb qaradi. Belki bu İmam Ahmed'to, Zahiriler, ondan elbette Hawarizmi çok şunda deyiş gerek. Ve sebep ihtilafihim hal ismul imanullezî huve ziddul küfr. Ya küfrünün karşılıklı iman, yani şu bombuz kafir olup gittiğin aş iman
degan ism bu amaldan boshqa sap e'tiqod qilam qo'llanilamdi yoki billa qo'llanamdi. Yani amal bil bo'lish kerakmi? Yani al-iman qawlun va amalmi yoki al-iman tasdiqun qalbi va iqrar bil lisanmi demak. فمنهم من رأى أن من شرط وجود العمل معه بعض عمل شرط إيماننا عمل قمص كافر إنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط لكن عمل قمص كافر ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله يعني بعض يقوى عمل شرط ما حتى إغزد شهادة إتماء قلب شنسة bu mu Allah'ın nazarında mümin. Yani halkın nazarında mümin demeyiz. Çünkü halkın kalbiga yerib kirib bakmagan ekan. Nutq qilmagan ekan, bu Müslüman mümin deymiz. Lekin Allah'ın nazarında mümin bu. Bunda qarab. Albatta nima indalloh deb qo'yibdi. Lekin undan nas bo'lish uchun nutq bi shahadatin bo'lish kerak. Bu musulmonligini qanday bo'ladi kishilar? Val jumhur va hum ahlus sunnah. Ahlus sunnahning qarashida ala annahu laysa yushtarat fi. Ya ahli sünnet degan mush istilahmi? Hozir unda bir xil deymiz. Rezingidek hamma taraf o'zi ahli sünnet deb oldigan, xalqancha ishlatib oldigan bir so'z qildi. Hamma shu taifa biz ahli sünnet val jamoat deb oldi. Hozir o'sha ahli sünnetdan maqsad kelgan. Hozir bunun demakchi o'g'ini. Ash'ari maturidiya ma'lum demakchi. Shunama? Lekin salafiylar ash'ari maturi ahli sünnet emas. Ahli hadis qarashchilar. Biz ahli sunna bu ash'ari maturi ahli sunna emas deydi. Ya'ni boshqa bir toifa biz ahli sunna buning hammasi ahli sunna emas deyish mumkin. Albatta. Demak, o'sha jumhur degani jumhur ahli sunna min al-maturidi wal ash'ari deb qo'yilgan. Mushular buni qaraydi. Alana laysa yushtarat fi. Demak, Shafi'i mazhab, Hanafi mazhabning ko'pinchisi 90% ash'ari maturidi. Biz Ibn Hajar, Navawi masalan mushildagi olim. Kendim şu iman meselesinde bir talşık kalıp, mesela iman degen hamde cumhurun karşı dost, ikrarın billah, sen tasdiqin bil qalb, el-amel bil javarih cumhurun kendi. Ya şu cumhur da bunda değil olmaydı şu. Şunun kadar andın kalbide tasdiqlab, tilinde bir katım ömrünün hayatı için bir katım demişse şehadetine, şu meselede Müslüman kitabında o ya ki kafir kitabında. Kişilerin nazarında şu kafir kitabı. Allah'ın nazarı çoğu bazılar Allah'ın nazarı bu mümin kalbide iman etdi. Bu kalbini Allah bildi, bilgen boğanı. Lekin haklığı nispeten çoğu haklı bildigini bilmeyen iken, ondan bir Müslüman dağıtlık ifadesi çıkmayan iken bu kafir deyip ketiyor. İmanın ki nemse de ikrarın bil lisan tasdiqun bil qalb deb hani ikisinin ittifak var mı de? İttifak ha. Amelini kurup. Doğanda demek o kalplerle de yapıyor. O eğer bir kadın ikrar kılmışsa. Aleykümselam. O mu'min olmaydı o da kendi bektaşık yapıyor bizim de. Allah Teala onu Müslüman da karşı o bizge münasebetler. Tamam? Biz hazır dünyada bu Müslüman da muamele kılmadık diyen meselesini izlensek, Allah Teala onu Müslüman dese yani bizge münasebet. Yani Allah Teala onu Müslüman dep qaragan bol biz qanday okumuz onu yani hikemese. Yani bari bir yani. Peki hazır talaş kılgan ameli iş bu bizge nispeten Müslüman da qaralamdı. Yani biz Müslüman da muamele kılmadık ya kafir da muamele kılmadık. Bunun da mesela egzidin ya guvalık qilgan, şahadat etgan, ya Müslümanlardan namaz o'qigan mesela. Ya ben Müslüman degan bir sada chiqmasa, ona ham Müslüman degili bo'lmaydi. Nima uchun dilda iymon aytibdi bu? Egzida demaydi. Bir masala bor. Ya birisidan qo'rqamdi. Ya bunda moddiy manfaat kilitda, ya maoshim to'xtab ketdimdi mesela. Yani bu bir masala bor. Yoki endi bir xil takabburlik bormi? Bu Müslümanlar men Müslüman bo'ldim deb qasam bular mana Müslüman bo'lsa mana deb bundalik ha deb nima qildi demdi mesela. Digisi var aslında. Deganda şu kafir kavme bu munda deb qalami deb xalqning gapidan qo'rqayri bor. Demak, shumi unda ketdi. Hozir endi jumhurning qarashida talaffuz bi shahadatdan demasa o bizga munosabatsiz. Uni boshqalarni deb qaragan bo'lsa, hozir aloqamiz yo'q uning bilan. Hozir bu yerda bizga munosabatli bo'lgan qarash nima? Shahadat aytsa, bu musulmon hisoblanadi. Jumhur ahli sunna vel maturidi vel ash'ari shunda deb qaraydi. Shahadat aytibdi bu. Lekin amal qilmishcho deganda ondan talash tortish. Amal qilmish pastda emas deydi. Shahadat aytmay ketsa shu tabaqat ketgan.
Kafir dedi. Hatta yaqulu la ilahe illallah dedi. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وأني محمد رسول الله. Şuna Resulullah şu tağısı kesel etken çağda tağısı degen. Tağasam bir ağızlam şu gapni qilib bergan Allah Taola'nın huzurida shu hujjat qilay. Men tağamında degen mana Allah bu musulmon deb shu hujjat qilib sen do'zaxdan qutulib qolgan deb bo'lsa shuni degil unma. Dilidanda boshqa yerda yolg'iz yer degan bo'lgan. Shu hisob bo'lmagan shu. Bu tarixni shu hisob bo'lmagan. Ama register bo'lgan u bek odamlar tarafından nima qilganlar bütün altın köygelikten de diş kaynatı bileklerle ben mesela tarbiyelerde köygen olsun da bütün köygelik mas kaynatı belirti var. Tizgiçe da sama daqtaq minanlar degan unda o'tni putida suv kechganingda kechib nima qildi lekin shuningdan o'tning kuchligidan masa endi qaynaydi o'zing. Demek endi u qalbida iymon etgan bo'lsa u foydasi bo'lmadi. Lekin Rasulullohning hamda tag'isi bo'lganlikdan, Rasulullohga yaxshilik qilganlik, sil-rahim qilganlik, xabarlik shundaroq bo'ldi demak. Fashtarata ma'al ilmi al-qawla. Demak, mishada u dilni bilishlardan kifoyani qilmay yaqulu dedi. Hatta yaqulu dedi. Va huwa amalun min al-amal. Bu so'zmi bir xil amal dedi. Amalul lisan dedi. Amaliyatdan bu so'z bu, amalning muhim. Tushunamizmi? Söz deymiz bunu. Yani o bunda tecavüzden amel desek mi? Amel degan hozir javarihlardan tilning boshqaning nimasiga xoslashib ketaylik. Qavlni amel deymiz-ku. Qavlda amallarni chiqaramiz biz. Faman shabbaha sa'iral af'alil wajibati bil qawli qala boshqa a'zoning ishlarini tilning ishi bo'lgan so'zga qiyos qilsa qala jamil a'mal mafruda shartun fil ilmi wal iman. Başka işlamı, la ilahe illallah deyiş kerak degan o'xshash, unda qilish kerak deb shart. Uni qilmasa shu boshqa ishlarni, yani namoz, zakatni qilmasa, la ilahe illallah deb demaganga o'xshash, yani kafir bo'ldi deb qo'ydi. Demak, boshqa vojib bo'lgan namoz, zakat o'xshash faoliyatlarni so'zga o'xshatsa, shu la ilahe illallah degan so'zga o'xshatib qolsa, la ilahe illallah deb sharik keltirish shart bo'lgan o'xshash, shumi musulmon bo'lish uchun shart deb qarasa, boshqa hammamiz farz amallarning hammasi iymonning sharti deb qaraydi. Wa man shabbaha al-qawla bi sa'ir al-a'mal allati ittafaqa al-jumhur ala anna laysat shartan fil ilmi wal iman. Iymonning sharti emas deb jumhur ittifoq qilgan ash amallar va namoz, roza, zakat mushuldak. So'zni aniq o'xshatdi. Birinchi guruh bütün boshqa ishlarni la ilaha illallah degan so'zga o'xshatgan namoz o'qishni. Endi la ilaha illallah degan so'zni namoz o'qish, zakat berishga manda tartib qiyos qilganlar. At-tasdiq faqat huwa shartul iman. Tasdiqlashlam iymonning sharti, boshqasi shart emas deb turibdi. Yani bu ishonmasa aslida undan kafir bo'lib ketmaydigan ish buni qilmasmi? Lekin mushu ashadis kelgan bu shart, mushulam ayrim chiqib turdi deb qarang. Bular talaffuzmi shart emas deb qaraganlar. Yani men shabadir, jumhur degan hozir boshqa bir guruh bor. Jumhur shahadat etishdan boshqa amallar shart emas dedi-ku. Shahadat etishdan boshqa amallarga so'zni qiyos qilib, shahadat etishim shunga o'xshash. Sen ma'ni qilmasa iymon ta'sir etmaydi degandan, bu shahadat etishim shunga o'xshash. Shunga amal javarih. Namoz o'qish, zakat amal javarihda, undan talaffuz bi shahadatni namoz o'qish qiyos qilsak nima bo'ldi? Buni demasmi kafir bo'lmaydi degan chiqdi debdim. Bu alaqa talaffuz bi shahadatin shart emas deganlarni demak. Demak shahadat keltirmismi mu'min bo'lardi deb degan ekan bu. Albatta bu hamda ahli-sunnat emas bu. İkinci qarashmi shu. Birinchi qarash shahadat etmismi kafir bo'ldi. Namoz o'qimay zakat olmasmi u kafir bo'ldi deganlar. İkincisi shahadat etmismi namoz o'qimay zakat olmasmi qanday qilmasa zada la ilahe illallah demismi qalbidan o'qisa musulmon bo'laveradi deganlar. Ve bihi yakunu hukmuhu indallahi taala hukmul mu'min. Bu Allah'ın nazarında mu'min bu. Men qalbim pokmina deb turadi Alloh. Qalbim pokmina. Men dilimda Allah'ni tanıyman. Lekin la ilahe illallah debsam men deb turadi Alloh. Dilida iymon etgan kishi Alloh taolaning huzurida mu'min deb qaraldi. Alloh taolaning huzurida mu'min deb qarash bizning ishimiz. Çünkü Allah Teala'nın bunu mümin deb qaraganligini biz qanday bilmaymiz. Mana masala. Undaqekan bu ta'xunning dilda iymon borki mu'min deb qarabdi Alloh Taala.
Sen tahunun da karamaptı. Biz hem de Allah Teala bizge kanda uqtırmak şuna. Vahiy kılamda ma mu'min emas çünkü men dilini köydüm de. Bunda şu. Davan kim bezemden bir kadar sanayım. Ama ahirette aşının gibi karşı Resulullah'ım Allah Teala mu'min de qaragan bolsa, ahirette Allah Teala'nı kafirin cezalarındaki cezalamay, asin cezalarındaki cezalap kılar. Peki o bizge ameli hayatımız münasebesiz. Tasdiq yine kalbi dişine çıkanlar. Ha. Maalesef şu dişinin nasıl çıkırken Şart çıkdı hatta diyen. hatta yapılır. Hatta yaqulu. Wal qawlan şazdan. Muş iki qarash şaz. Yani şaz debdi. Lekin birinci qarash bu ahli hadisne mesela. Çoğunda mötver imamlarning qarashi uni şaz deyetki olmaydi. Onun asası var, onu qo'llagan tarjihiga olimlar var. Onun da şaz deb bilan yo'q chiqarib olmaydi. Endi faylasuf bo'lgan ekan, bu albatta mushtarabni yaqlaydi. Lekin biz shaz deb qaramaymiz endi. Islom olimlaridan mo'tvar olimlarning tarjih qilgan qarashlari ba'zi olimlar. İlim degan iman demakchi. Dilda Allohni tunishi, ilm degan. Allah va Rasululloh inshaallohning payg'ambar deb bilish deydi. واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور. Bak bu cumhur mu da qaraydi ne? Mesela cumhur kim maqsadsa Ash'ari Maturidi ko'pchilik şu İslam ümmetininki ko'pchilik Ash'ari Maturidi bo'lganlikdan şu cumhur qaraydi demakchi. Vallohu a'lam bundan. Lekin şu nimada ba'zi hadislar mutlaq kelgan hadislar bor. Men qala la ilaha illalloh daxilal jannata. Endi shuni qanday tushunish kerak desa, la ilaha illalloh debdi. Deyishlar emas, buningga zoti daxil etkizdigan zitkildigan kufrlikni bildirdigan bir ishni qilmaslik kerak. Men la ilaha illalloh deb qo'yib, bu islom shariati hozirgi insonlar hayotini ilib masqa yaramaydi desa kafir bo'ldi. Almaniyning shunday deydigan. La ilaha illalloh deb qo'yib, Komünist partisi a'zo bo'lsa, ya'ni kafir degan. Foydasi yo'q uning. Demak, bu hamda la ilaha illalloh deyish bilan birga maqbul taat ibodatini qilmoqda deydi. Namoz o'qimoqda, zakat bermoqda deydi. Lekin iymonga zid keladigan bunda laqa. La ilaha illalloh degan so'zni zidilaydigan ifoda chiqmaslik kerak. Sen ba'zi payg'ambarni inkor qilib Qur'on degan Rasululloh deb ishonsin maqbul Rasululloh o'zini to'qib olgan, yozib olgan kitobni desamiz. Mesela kafir oldu. İmanına zid keladigan narsalar to'g'ri qonunda xato tizib yazıldı. Rasululloh masxir qilsa kafir olgan gap. İstisna telaffuz demek şu nemi şartlama deganmi? Yig'ildi telaffuz. Vasita telaffuz bi shahadatain min sa'iril a'mal vallazi alal jumhur degani boshqa amallarni qilmasmi musulmon deymiz. Lekin o'sha telaffuzni shahadat keltirishni deyish kerak. Demasa musulmon emas. Çünkü hadisde bunda kelgan. Demek bu mahalle ittifaqım. Demek bu şehadet deyişinin özünü muvazdırmaya amel deganlar borganda bir tayfa bu mu shart emas dedi. Bir tayfa. Lekin biz uni ahlus-sunna val jamoadan chiqarib o'tdik. Hozir endi mo'tvar olimlar doirasiga ham qarasak, mimma yu'taddu bi qawlihi ikki xil qarash. Birisi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh debdi. Bu boshqa shu farz ibodatni qilmasmi, namoz o'qimabdi, zakat olmasmi bu. Aşın degandikin iymondor chiydi, farz aşı ibodatni qilmasa, tamam bu kafir bo'lmaydi, asi oldu degan. İkinci qarash, farz aşı ibodatni qilmasa, islom arkonlarini o'chaqda kafir oldu degan. Mush ikki qarash bor deb maydon oldimiz. İmam Şafii, İmam Ahmad bilan munozirlik qilib, İmam Ahmad bu namoz o'qimaganda uni kafir degan chaqda İmam Şafii unda islomga bir adam islomga nim bilan kirdi dedi. La ilahe illalloh Muhammed Rasululloh deb shahodat keltirish bilan kirdi degandikin, unda bu namoz o'qimagandan shu islomga chigan asho nima bag'ozar, shu yo'qib ketmadi. İslamga nim bilan chigan bo'l, shundan chiqish kerak. Ya'ni la ilahe illalloh Muhammed Rasululloh yo'q bo'lsa, undan chiqib ketgan bo'ldi. Bu la ilahe Muhammed Rasululloh bilan chirdi desan, la ilahe Muhammed shu holda tursa bu nima uchun o boshqa ish bilan chiqib qoladi? Islomga shuni bilan chimigan bir narsa bilan chiqib qolamdi deb munozirada mat qilibdi ekan. O ilahi namazını terk etkenini kafir demizgen şu mesele şu. Endi bu hozir namoz o'qimaganlar kafir deb mashhur bu masala bizning diyorimizda g'ulg'ul bo'lib ketgan masala. Al-ahdullazi baynana va baynal kufr tark salat. Va taraka faqat kafar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın şart mı ya? İslam şerifinde. Cibril Peygamber Aleyhisselam'dan bir soğan başlık bir ayet. El-iman.
iman an tu'minu billahi wa malaikatihi. Ya şu anda hazır la ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iman etse bo'ldi. Bu ijmalen yo'ncha holatda bo'ldi iman etgan bo'ldi. Albatta buni iman etgan kishi Muhammed Resulullah deb iman etgan kishi albatta farishtalarga, Qur'onga kelgan payg'ambarlarga, Qur'oni Karimga iman etadi. Iman nima deb so'rgan chaqda an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada khayri va sharrihi minallohi ta'ala dedi. Ama demek şu imanning to'liq tarifi şu. İman degan nima? İslam degan nima deb ayrim so'ragan chaqda undan namoz o'qishing, zakat berishing, ro'za tutishing, haj ko'rishing deb menda ayirgan. Undan keyin ashhadga asosan bu iman tasdiqul qalbi. İslam degan ta'a zahira. Menda bir mushkul. Lekin ba'zi hadislarda yana İslam ne anda iman etish deb kelgan hadislar var. Bir-birini anda almashtirib ishlatgan hadislar var. Yani İslam degan nima anda iman keltirish deb nima qilgan hadislar var. Ayet namazda için akhirna man kana fiha min al-mu'min fa wajada fiha ghayra min al-muslimin. Bu men Müslüman diyemem. O işletler. Ama o işletişte onda her xil ahvalda işletilib kelgan. Şu talash chiqish shu sabab bo'ladi. İman yani İslam mutaradif emasmi, mutag'ayyirmi? Masalan, buning mazmuni ba'zida bir-birining o'rnida ishlatilamdi. Vatulullah. Bir-birining o'rnida ishlatilgan ahvolmi ko'p. Anda nima qo'liq al-Islam ma waqara fil qalb va saddaqa wal amal. Unda hadisda dalil keltiriladi, millat hadis emas. Bu amalning imonning bir parchasi ekanligiga dalil qilib keltirildi odatda. Millatda bu Hasan Basrining so'zi. الجملة الثانية وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال إشكين جباب كاسك مال ملكنا قندق زكاة كده قندق كم مايدا فإنهم اتفقوا منها اتفاق كاغن ناسل معلومات ديلا برقانش ناسل اتفاق كاغن مال ملك ديلا برقانش تا اختلاف بوغان اتفاق بوغان شو فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي حلي ديان زبوزنات Zibuzunnet bulmagan, zibuzunnet kılıp işlenmeyen altın gümüş. Zibuzunnet kılıp işlenmeyen altın gümüş. Mesela tılla, nokça altın, yambo, yakında uyul altın gümüş, mağın demek. Hem de bunun karta hazır zamanımızda kağız pulla, yaki tengi pulla tümör mesela. Toçmunda pulla, altın gümüş muşunun orunlan deseydi. Yani altın gümüşün hükmü dağın olsa, kağız pullun hükmü şunda var. Kağız bunun cezanı olurdu, zekat kilish, yalnız o'xshash. Aslında pullar nasıl oluyor? Asl pul emas, lekin bu bir xilaliqqa hujjatdek bir narsa. Yani pul borligining isbotidek, ya qarz hujjatidek. Yani bankida mana shu pulim bor deb shu pulning chekini biz savdo qilganda boshqadan o'tkazib bergandek. Aslida shu qog'oz pulga yo'tkalgan vaqtda kishilarning qo'lidagi oltin kumushni bankka topshirib, qo'li qog'oz pul bergan. Shu qog'oz pullarda yezib qo'yamishkan. Mushunga masalan, manchi oltin bor bizda, qachon qaytirmaydi. Shu pulni aparsa, oltin kumushni qaytirib berar ekan. Buni yaqinda taxa 30 yil ilgari asta bankka u qog'oz pul yozgan nimasdan, ahdnamasdan yo'qotib o'tadi. Yani hozir u qog'oz pulni aparsa, shunga loyiqda oltin kumush bermaydi ekan, biz oltin kumush setib olsak, bozorning hozirgi bahasi bo'yicha yangidan bir narsa setib olgan shaklda, bir tovar setib olgandek setib olamiz. Ammo burunqa shu vaqtidagidek hozir masalan birer junay aparsa bir tillardan da shu. Burun bir junaygan bir tillarning pulandi. Demak, qog'oz pul hozirgi Majmual Fiqh Islomining qarori bo'yicha oltin kumushningki o'rnida desaydi. Va talatatu asnafin min al-hayvan. Hayvonlardan, mallardan 3 turlikka ittifoq keldi. Tuga, qo'y, kala. Yani ittifoq keldi degani tuga, qo'y, kala deganning ittifoq kelgan qismi nima? Fis-saima. Saima degan yaylaqilda bakaliq o'tchopildan shu mutqa o'tlaydigan. Lekin biz pulga halab unda bakmaydigan shunda yaylaqdiki, masalan G'uljildiki, Qozoq qiyg'izning nimalarda unda yaylaqlardan tayya o'tchopni yeb chiqimsiz mana beqiladigan qo'y, kala tuylari ittifoq kelgan. Lekin halab bilan nimada ittifoq yo'q. Masalan as-saima mana deyish kerakmish. Bu halab bilan bakmamız zakat olanında? Qalash tartishi bor. Wasnfani min al-hububi al-hintati wash-sha'ir. İki türlükdan ashliqda ittifoq keldi. Buğday bilan arpa. Yani boshqacha desa, ba'zilar yo'q, kammaydiganlar emas. Mesela qiyosan bo'ldi desam, ba'zilar yo'q,
kelmaydi deb turilishi mumkin. Wa sinfani min as-samar at-tamru waz-zabib. Mevladimmo xurmo bilan quruq uzumda zakat qildi deb isbotlashdi. Wa fi az-zayti xilafun shad. Yağdımı maydan ittifaq kelgan hisobdan. Shaz bir ixtilof bo'lsa, asosan ittifoq. Yağ deganda masalan qishidan tortib O'simlikdan tortigan yog'. Mayvandan chiqadigan may emas bu. masalan qishidan tortib juvoz qildi, juvoz. Ha shu. Masalan qishidan, palasdan, chigitdan, qo'noqdan, shu yog'lar. Shu yog'ilda zakat qildi deb ittifoq demak. Vaqtalafu amma min az-zahab, ixtiloflashgan masalalardan da oltinga kelsak, fa fil hulli faqat. Oltinning ichidami, oltinda ittifoq, lekin ixtilof bo'lgan masala oltinning zibizinnati bilan ixtiloflashdi. Oltindan yasalgan zibizinnat, halqa, uzuk, bilazuk, xalxal yoki andan ba'zi oltin qashquchidek zinnat yoki erlar ishlatilgan ba'zi bir saymallar masalan. Altın saatken, varan bo'lsa yanlış masala. Yoki hamda ba'zi bir narsalar oltinga. Qilichining tutqichi oltin bo'ldiga olwa masalan. Altın yugalları. Üzengisi. Mene dahar wal fidda deyish kerak to'g'rimi shada? Oltin kimish, yani kumush uzukli va ishlatganmiz ama fafil hulli faqat. Demak, ash oltin kumushning zibuzinnat qilib yasalganlari. Zibuzinnat yasalmaganlarda zakat qildi ittifoq. أنا بس بزنات كلام كم ممدود لكن أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي وأحمد كم والشافعيين بالقرشين شكل قرشين بره إلا أنه لا زكاة فيه دمك بوز بزنات زكاة يوقت مس أجي إمام مالك رشوا إجاز نص لكن الليث هذا مصر لا شافعي إمام ده مصر الغصب نمدو يا مكة مدينة نام دمك شون zakat kemmaydi deb qaradi. Mesela agiranda ayollarning oltin kumush asboblari qan. Zakat kemmaydi deb turdi. İza urida lizinati vel libas. Albatta endi bu, yani ayollar shu qo'liga taqashni maqsad qilib anda qo'lda bo'lib qolsa, shunday lekin oltin dukundicho, ular selishdan qo'yib setishga qo'ygan bo'lganki, ular albatta zakatni chiqaradi. Lekin taqab ishlatilganlicho zakat bermaydi demak. Demek bu ticari maksatda altın dükkanları, zaga dükkanlarda, kuyumcularda bo'lib qolsa, bunun zakat qildiganligi ittifoq yana. Zakatsida altın çekildi var da. Tamam mesela zaganing dükkanda 5-6 kilo zibizinat altını var. Yani bunu la yuradu bihil al-labs ev zina. Ulan da zinetke tizib qo'yamda setish so'diqlash yo'q maqsad. Yoki uni qo'lga taqash uchun tizmaydi. Yani xaridor setish uchun tizish. Nima? Navonga uni zakat qildi. Qanchaydan 20%dan. وقال أبو حنيفة وأصحابه في الزكاة زكاة كيلو ده قرر أبو حنيفة الغر قرشلرنن ولسا زكاة كيلو أنا ألتون زبزنتك والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المصون منهما المعاملة في جميع الأشياء. Kılaştağın sebebini meğerse birincisi sebep de karısak bu nemiga o'xshaydi deb o'xshashda ixtiloflashib qoldi qiyos qilishda. Nimaga o'xshaydi bu? Tovarga o'xshamdi yoki biz muomalada ishlatgan pulga o'xshamdi demak. Oltin kumush pullarga ya tibr degan gap aslida bu qilla soqalmagan oltin degan. Nokchi oltin, kepak oltin, zig'cha oltin, uyul oltin degandek oltin. Lekin miyaz ishlatishda pul shaklida ishlatilgan oltin deb, manchisa oltin deymiz-ku. O shakldagi bir narsa elastilgan oltin emas. Arudmu bu ki yak shunda oltin kumushmi, pul xarakterdagi narsami? Tovarmal. Tovarmal degan elastilgan ma'nosi tovarmal. Demak, hozir bu tovarmalga chiramdi, pulga chiramdi. Pul degan nima? Tovarmalni elastilgan narsa. Bunu başta, vatanki vaqtimda, bizim öydeki bazımda ağaçça ya kelin bunu soğan vaqtida, hem de bu talaşlar soğan ki bir qatım bir anda bir atal üzük bundan berib qo'yinglar deb fatvo var. Keyin andan İmam Ahmadning vazifasimi alqa nima vacho odatdagi zibizinnat odatdan tashqari zibizinnat ayirdi. Odatda shu jamiyatga shu tabiqadagi ayollar normalar ishlatilgan az zibizinnatdan bek ishib ketsa zakat kilo deydi. Bundan qarashida. Normal bo'lsa endi bir 3-4 tal uzukka, bir bo'yalliqqa, bir ishga, bilajikka, bir ishga olqisi degandek. Bundan asal kelmaydi. Keyin
Şu tariqli fatvalardır. Keyin adı ma yaqında Hanafi mazhabining misal jalliq ko'rinadi. Zakat kildo degan bo'yicha fatva. Her yıl birer bundan var. Har yil bir to. Şundan kitap, şundan periyemez. Kim aytsanimda? Baran dapta zakat yekitdi bor. Nima bo'lmaganiga? Deb ketsin qildim. Hesap veriş gerek mi ama? Peki Hayır, albatta. Lekin zakat uni molni yeb ketsin. Lekin bu yeb ketdi desak shu islomda shu yeb ketsin mayli anda bilishing kerak degan ekan u. Yo yeb ketdi bermayman deb turib olganda. Bu onda shu zakat berish kerak bo'lgan hadis zodi kuchga egimi emasmi? Yani hujjatga yaramdi yaramam. Ma masalada to'xtatish kerak. Bağlarıcı تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال ليس فيها زكاة bundan anda bu işletildiğin tavarmal pul emas bu lekin işletildiğin narsa deb turganlikdan zakat yo'q demakchi sen o'zingning bir kiyim kechikingdek işletildiğin saybiningdek demakchi ma kitobning iboratida sal nima bor unda Şahman qo'ldagi nimani orozda ishlatgan. Ya şu, hozir qo'ldagini bu pul emas, so'zsat qilgan pul emas. Pul emas, bu xuddi sen masalan qo'lingga taqib olgan soatdek, ya esgan qalamingdek, yoki otqa yog'liqingdek demakchi. Yo'q, bundan kelmaydi deb turibdi. Hatto masalan nimaga o'xshatish mumkin masalada marvoyat vakin. Masalan, zakat kelmaydi deb qarasa, marvoyat vakin desa, Öz işi sokan narsalarını hesaplar. demak va o'zi ishlatadigan odatdagi bir narsa keraklari demakchi. Maşin desek mesela, Mashinasi, o'zi mingan ot, masalan. Hani o arudken pul emas deb turgan gap endi bu, ha? Tovar. Lekin bu tovar qanday tovar? O'zi xuddi do'kondan eslatilib o'zi ishlatayotgan kiygan ko'ylakka o'xshash. Kiygan oyoqqa o'xshash demak. ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا. Albatta oltin kumushni aslida nima qilib tutdik buni? Muomalaga ishlatdik. Lekin ayollar biz bizdan qilib olgan buni. Demak bu oltin kumush deb o'zadi, shu pul daris kirdi bu deganlar, zakat va buning degan. Oltin kumush pul deganlar. Ana o'sha zibiznat yasalganlikdan bu oltin kumushlik pul sufitidan tovar sufitiga o'tkazib ketdimi? Wal ixtilafihim aydan sababun axar. Talashdan yana bir sababi bor. Va bu ixtiloful athar fi dalik. Aslida shuni baklar to'xtalish kerak. Bu yerda kelgan ba'zi hadislar o'xshamaydi bir-biriga. Doim talashlar sabab bo'ldi. Aslida hadisni o'qib qiyosni qildi. Hadisni agar kildo kelmaydigan bir isbotlanib ketsa, u qiyosini qilib o'tamiz bo'ldi. وذلك النور روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جابر رضي الله عنه رواية الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة لكن bu hadis nima? Aciz. La aslında batıl ya mevdu diyorlar. Demek bu hadis emas. Lekin Jabirning shaxsiy qarashi bo'lishi mumkin. Shaxsiy so'zi bo'lishi mumkin. Va rawa Amr ibn Shuayb an abihi an jaddihi anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yad ibnatiha masakun min dhahabin altın bilezik varken qo'lda. فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ bunun zakatini beramiz? قالت لا. Yo'q, bermayman. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار ishki qo'lida ishki bilezik varken bunun zakatini beramiz bermayman deganda unda olsa qiyomat kuni ashuning o'rniga Alloh taolosining ishki qo'lingizga ishki o'ttin yasalgan bilezikni sap qo'yishini yoqtiramsiz degandikan albatta yoqtaydi. Shu chaqda faqala'athuma qo'ldan chiqariblar Rasulullohning oldiga tashlablar qo'yib va qalat huma lillah sadaqa qildim Allohning rasulining sadaqa bu. Ya'ni Allohning rasuli olgancha ishlatsin buni o'zining o'rinlarga deb sadaqa berdi. Vaqtaqvan bilajikda balkim 85 gram bo'lmoq emas bo'g'iydi. Va ig'i bo'lishi mumkin unda hozirgi nozik unda qog'ozda qilib unda bilajikasini tom unda tompay shaklda yasaydi hamda o'chaq. Hozirgidek bunda nozik yasamaydigan bo'ldi. Shevkat Abdulmas'ın şu zıbzıneti şu miqdorga yetish kerakmi yoki? Yetish kerak. Bunda hisob shart ham. Yani 85 gram oltindan assa. Bu yerda hozir e'tibor qiladigan nima? Vazni.
20 misqal yani 85 gramdan azsa, lekin bu eşitden qanday qilsa bazan ahvaqamda pul hisoblab qo'ydi, lekin u ayolning qo'lida oltin bo'lganidan pul hisoblab yurmay, vazn shunda ham nima deb qo'ygan gap. Misqallab qo'ydi. Misqallasa, 20 misqal kasi unda azsa zakat qilingan. Yani bu boshqa unda pul o'lchimini nima qilish uchun biz oltinning o'lchimini turib, andan manchilak pulga keldi deymiz emasmi? Bu shundan kelib chiqqan. İmam Şafii Malik'in onun asısını mesela Beğenmemiz deydi. Mesela bir ayında 1 kilo altın var iken. Mesela Suudi Arabistan'da 2,5 kilo, 5 kilo altın var. Demek yani bu hadisinin adı var. Esera daife. Yani bu ve ilgiriki 2 hadis aciz de qarabdı. Ve bir khasatin hadis Cabir. Bulamma Cabir'in hadisi aciz. Yani onu da elbette itibak. Lekin ve ikinci hadisini aciz de qaragam bilen. Bunu Abu Davud Tirmizi rivayet etken, lekin Tirmizi ma'lum bir 2 yo'lni rivayet qilib, undagi raviylik asosan bu aciz deb chiqqan. Abu Davud boshqa yo'llar rivayet etgan, unda aciz adam yo'q, u sayyid ekan. Eng tuvan bo'lganda hasan darajalik. Undan keyin masalalar bo'la ketadi. Qiyosni qilish, aqlni ishlatib, tugab ketdi, yeb ketdi, hammasi baka. Ayolning zakat kildi dedi, kep ketdi. Hasan. Demak, yani bu amal qilingan hadis. Yani bunun o'xshash yana o'sha nimadan Ummu Salama, Hazrat Aisha, Fatima bint Qays, yani 3-4 sahoba ayollardan shunga o'xshash hadis rivoyat qilingan. Demak, bu hadis hozir hasan. Hasan bo'lgan ekan, bo'ldi, zakat vojib bo'ldi degan. Taifen debdi, lekin o bir xosatan hadis Jabir deganda sal andan gapini o'xshabdi. Bolam Jabirning hadisi deganki, aciz deb qaraldi, unda aciz bo'lmasi mumkin degan gap chiqdi. Va li kawni sababi al-amlak. Hamda bu yerda ixtiloflashga sabab bo'lgan asas masala deylan. Taraddud al-huli al-muttaqad lil-libas bayna at-tibri wal-fidda alladayn al-maqsud minhuma awwalan al-muamala lil-intifa. Amaliyatan oltin kumushni biz foydalanish qilganmi odatda bunda ko'tarilib, badanimizga taqollab qilishga yaratgan Alloh taolo. Yo'q, buni aslida pul muomala ishlatishga yaratgan. Ammo asmasi shu. Mush pulmi yoki tovarmi? Pul desak zakat vojib degan gap chiqadi. Ama yok bu anda taqavaldigan anda bir tovar narsalar desek o chaqda bu shaxsiylar o'zi kiyib yurgan, o'qigan bundan narsa kelmaydi degan. Yani istiqdom shaxsiy degan. O'zi ishlatgan narsalarga, o'z saymonlarda ekan. Lekin bu hadisda bo'lgan ekan bu arudmatda, umutda yurish bu ortiq gap bo'lishi mumkin. Wa ani bil muamala kavnuha tamanan. Demak pul bo'lishi. Muamala deganda misal pul demakchi. Bu masala tugida. Bu ayollarning oltin kumushi kiramda kammamda kilodi. Qachongacha? Taga 85 gramga tushib qolgan qadar kilodi. 85 gramga to'xtaydi, butun zakat deb yo'qolib ketmaydi. Oltinni o'zini birammi yoki to'yrasin buni birammi? O'zini basim bo'ldi, pulasim bo'ldi. Pulasak yo'q, 2% o'xshash bo'ladi. 2%. Albatta ayolning qo'lida boshqa pul, ya'ni boshqa oltin, mal-mulk bo'lsa, qo'ldagi zibizundan hammani qatlab ash pulga birlam hisoblab hammaga tang birdi. Yani andan başka mülkü olup kalsın. Bunun üstüne yani bana kıtlı baraka delillerinin içinde umum delili var. Mesela firriqqa rubul ushri. Yani kümüşte 20% zekat var diye hadis var mesela. Bu mamda şu altın zibizunlardan şu kümüş varsa onun kildi diyenlikini bildirdi o mutlaka. Yani leysa fîmâ dûne 5 awâkin sadaka dabba. 5 uqiyanın tüğünde zekat yok. 5 uqiyanın üstüde var. Yani zibizunlar da olsun altın kümüş olsun var dinge. Bu mu? Yani bir mezhebinin karşısını güçlendirdi. 85 gram. واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء. Yani altınız bizlerden xuddi hazır alıp toy konularına icare vergendek. Yani icare bir işletken bolsa, famarra shabbahu bil hulli al muttakhad min al libas. Bu da kiyim-kechakka o'xshatib ketdi. Yani raqtni yasagan zibiznat va shuni o'xshatib ketdi. Famarra shabbahu bit tibr al muttakhad lil muamala. Ba'zi pul o'xshatib ketdi. Demak ba'zi zakat ba'zi ba'zi zakat yo'q deb ketdi. Muqim qarish yo'q ekan. Bu ba'zi vaqtda bo'lishi mumkin bu oltin zibizanni kira urdigan. Hamda biz dedik agar tijorat uchun bo'lib qolsa, zakat keldi dedik ama altın kumushdan zaganing dukuniga altın kumush zibizanlarga keldi dedik. Yani bu yerga masala hozir ayollar ishlatayotgan o'zi taqaydigan zibizanlarning ishi. Yoki erlar hamda endi ba'zi bir saymallarda ba'zi bir nimalarda altın kumush bo'lib qolsa ya üzük kumush. Ama altın hazır zincirde kaldıgan erlami var. Aram bolsun o aramlıkı o günah yüzlüyordu. Lekin zakatını veriş gerek. Tamam. Kira vergen ne bu okumakta Allah'ın da belirtip ketkenine kapta. Ya kira vergen diyelim de bazen onda sayman hesabını okupaktı. Onda diyelim bana. Ya tek şoförlük kıygan deyken, arvikeşlik kıygan adamın arvisi tek.
Bunda da qarab şuna libas qo'shib baxtı dengep şu. O'zi ishlatgan narsa emasmi? Wa amma maxtalafu fihi min al-hayawan. Hayvanlarning ichida qonun kildi kelmaydi degan. Faminhum maxtalafu fi naw'ihi. Ba'zi hayvanning turida ixtilof. Ma turga kelamdi kelmamdi. Wa minhum maxtalafu fi sunfi. Naw'ihi sunfi degan gap bor mishada. Naw'ihi degan, masalan bu tugimo, qo'ymo, kalmo degan gap. Sunfihi degan şu bir xil hayvanning yayloqda o'tlaydiganimi yoki alab bilan boqadiganimi yoki avutish bo'rdaqchilik uchun boqayotganimi menidiganimi degandek. Endi buning turida ixtilofni masalan ot. Albatta tuga, kala, qo'yda ittifoq keldi-ku. Turida nuqtani xayl, mush ot jinsida ixtiloflashib qoldi. Va dalgan jumhur ala anna la zakata fil xayl. Ko'pchilik olimlar otda zakat yo'q deb ko'pchilik. Hatta İmam Abu Hanifa'nın ikki shogirdimi ko'pchilikka o'tib ketdi. Yoyloqda boqsana. Ot deganlar zakat kelmaydi. Masalan, birisininki 1 million eti var ekan. Bu otini unda avutibda nima qilishga ishlatilgan bu. Elib setib alaqa dükkanda mal qilib setish uchun emas. Evet, mal qilib setish uchun bo'lsa, keladi unga. Ay mahalla ittifoq olmaydi. Mahalla ittifoq agar biz ot tijorat qildik ekan. Bu tijorat uchun elib setib qilayotgan bu otga keladi. Hammalarning qarshida. Yana bir ittifoq o'rni bor. Mesela o'zi minib ishlatayotgan otlar. Ma'fkashlik qildiganlar bor ekan. Yani ma'fkash shirkat qurgan odam bor ekan deydi. Bunda mingdak ot bor ekan. Mingdak ot arabasi bor ekan. Pochta. Bunun kelmaydi, albatta uning kelgan kirim chiqirdi, ama bu mahalla ittifoq. Endi birisi yayloqda, ya Qirg'iz Qozoqga, ya G'ulzid deydi masalan. Ashar yayloqdan da biraz otni vaqtab bunda avtop, ani keyin undan satib qildi ekan. Bu önemli. Mana bütün setib ilib bunda qilmaydi. Shuni avqa asas satidi bo'lmasa, endi mallik hisobida da turgan qo'lda. Mushuni ixtiloflashib qoldi deydi. فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة يعني biz alab berib chiqim qilib bakmaymiz lekin tayya o'tchibdan yayloqdan o'tlaydigan otolib qolsa qozoq qizlarning kerak masalan va qusida bihan nasl yani bunda naslni avsun deb baqqan bo'lsa anna fiha zakat kilodunga yani idza kana zikrana va nasan demak bu otlar erkek kishimiz aralash bo'lsa kilodi nima shu erkek kishi aralash bo'lsa kildi evet bu avıydı endi ya erkeklar ya kishilar bo'lsa buni ikki xil qarash bor to'g'ri qarashda erkeklar bo'lsa kelmaydi deb qaraydi kishilar bo'lsa kildi deydi kishilar bo'lsa nima uchun kildi Çünkü sen başkalarının erkek etine ötmelip durup bunu amildar qila olaysan demek. Çaptıra olaysan demek. Ama köpüyordu. Yani yaylaqda o'zikidan atılıp av qaladı demek. Başkalarının atları ölençe. Bu Hanifi mezhebden İmam Abu Hanifa'nın karşı yani bir yerde jinski bir tarafı yani Kur'an'ın anası aralaş bolsa kilidi. Yani kişilan boz kilidi. Lekin erkeklar boz kelmaydi çünkü bu almaydı. Qo'shib demegenlik. Bu mu Abu Hanifa'nın en ilg'or, en kuchli delilli qarashlarining birisi. Demak, jumhur bütün hammasi biz taraf chiqayotgan bilan delil kuchli qo'llanlikdan İmam Abu Hanifa ching turgan. كل فرس في نار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الخيل فقال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي للجنة ستر ve Bukhari Müslim'deki muttafakun aleyhidir. Demek ki hazırında mezhebinin karşı İmam Abu Hanife yalnız çıktı. Sahiben var yanında öteki gidip kaldı. Ve sebep ihtilafı muaradatul kıyas lillafz. Kıyas nege zitkep kaldı. Ama hatta onda muammasında. وما يظن من معارضة اللفظ للفظ فيها ما وسلم له حديث كيف قالندك أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها عند زكاة يوق ديجا مزمون شخدغان حديث شو فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق على حديث يعني bir hadiste muallif akamat afawtu lakum an sadaqatul khayl ve raqiq diyor. Bu mesele hadis. Yani Resulullah mesleğe kul, at bunun zakatını keşif ettim. Yani bunun zakatçı kadirler hem verip sildiğin zakatını tabi kılmaydı o. Ebu kılıvettim demek. Seyyedis bunu. Hasan derecelik oluşu mümkün. Amel kılındığı hadis. Diken bunun da yani Resulullah ammağan diyen taraftan delil çıkıdı. Lekin afavtu lakum digenden affı diyen nereden kelip çıkıdı? Zakat baktı Resulullah şarait qarab ammağan. Çünkü onun o çağda Resulullah'ın zamanında onun her birisinde 50-60'da etibadım yoktu. Aran şu bir tal, iki tal. Bazısının babasının yok. Mesela Resulullah cihat çıkan vakta bazı yılda atlık kıldın aran.
neticesi vardı. Ama mesela Bedir Uhud'da sanırsa atlıkına intayin az. Kalının eti yok. Daha ki at intayin az olgandiken hem kulmu intayin az olgandiken onun adette işletilganin bir atal at, bir atal kol bundan zekat elejümeyme deyin gap. Bu taraftan Ebu Hanife'ninki karşı delil bulalaydı. Az olgandiken keçiretken. Zekatdan elejümeymen degan. Lekin ko'p bo'lsa kechirmayman degan gap chiqadi misha. Wa amma al-qiyas alladhi arada hadha al-umum, endi bu umumga zid kelgan qiyas shu. Yani bu atda zakat yo'q degan umumga. Fa anna al-khayla saima hayvan maqsudun bihin nama va nasl. Endi yaylaq qo'yib bergan at degan u ovushni maqsad qilgan hayvon. Bu tarafdan nimaga o'xshab qoladi? İbil vel bakar. Bu ibil vel bakar avıp köpülüp kesse zekat kesse. At avıp köpülüp kesse bu nurgun pulga yaragan tursa bunun zekat kılmam bu. Bu konuda kıyas mı? Demek ki kıyaska hadis geldi demek. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها يعني متفق عليه hadis. Tamam. Bu İmam Bukhari Sahih rivayet kılıyor. Lekin buni bundalar deb qo'ysam toza tushuniksiz bo'ldi. Shunga Imom Buxoriyning nimasida men to'liq bir o'qidi. Chunki musha hadis mana boshqa asar, boshqa jumhur dalil qilgan ehtimollik dalil bor. Masalan, laysa alal muslim fi abdihi va la farasi sadaqan degan bo'ldi. Musulmonlarning o'zi ishlatayotgan, minayotgan eti, bir quli bunun zakat yo'q degan. Albatta bu ishlatayotgan qul mol zakat yo'q zaten. Bu bir sayman hisobida. Lekin unda o'zi ishlatmagan nurg'un bo'lib qolsa, masalan, hatta masalan, mushu otdan yo'q deganlar tijorat shaklida bo'lib qolsa zakat bor deydi. Shu farasiymi emasmi shuni? Farasi, ha? Quldimi biroz qulni ishlatgan odam bo'lib qolsa shuning abdamdi. Tushunami? Bu zakat qilinganimiz kildi deydi. Unda o'nki yerda o'zi ishlatayotgan, o'zi minayotgan mashina, bir mapa masalan, ya biroz qul ekan bunun zakat yo'q degan. Butunlay zakat yo'q degan gap emas. Shunga Buxoriyga mushadis bu nassan. Masalan, u ham bilan qilinadigan. Ishlatgan deganga chiqamdi shunda. Shu fi abdihi va farasi degandan ashunda ehtimollik ko'pincha chiqadimdi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala al-khaylu li thalatha. At degan yani 3 turlik odam uchun 3 turlik holati bo'ldi demak. Li rajulin ajrun va li rajulin sitrun va ala rajulin vizrun. Fa amma alladhi lahu ajrun farajun rabataha fi sabilillah fa atala laha fi marjin aw rawda. Yani uzun ağan chiqib qo'yib bog'lab qo'yibdi. Bog' yaylaqdicha. فما أصابت من قيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. Uzun ağam sözümü yan bir yana çepip otlap mındak kısmı o şunu savab bezdiği verdi dedi. Velev annaha qata'at lilaha ağamsı üzütep bu döngü bunun geçip çıksın mı? Bunun izleri tizekligen onun savab bezildi dedi. Velev annaha marrat binaharin feşeribet minhu. Velem yurid en yesqi bihi kana dalik. Mesela onun ilgisi ma üstünden su içsinde bu hiyale keltirip bakmayan bozma. O şu at uyan beyan çepip üstünden su içip kelsin şunun savab buldu dedi. Feyya lidalike racul ecri demek bu adam için ecri oldu. Bu adam ne için ecri oldu? Allah yolda mı cihat kışıktama. Ben cihat kıpasam için minip cihat kılmanda aşının için baktı bu. Bunun için ecri oldu. Ve raculun rabataha taganniyan ve taaffufan. Kişilik muhtaç olarak kalmayıp benim kısam işleteyim ama bu kirakeş bulamı diyen de gel. Ve lem yense hakkallahi fi rikabiha ve la zuhuriha feyye lehu sitrun. Allah Teala'nın onun rikabideki hakkını ve uçtaki hakkını unutup kalma dedi. Uçtaki hakkını bitti. Mücahitlik lazım olup kalsın. Benim koşunlar işletip alsın. Ya hacılar 20 yılda kalan olsa İbn Sebil'e kalsın. Ya yolu kapırıp koyaş. Baba hakkı zuhuriha. Anda hakkallahi fi rikabi anneme. Zekat. Hakkallahi fi rikabi diyen zekat. Onun başka neyse emez. Ve raculun rabataha fakhran ve ri'a'an ve niva'an. Fiyye ala delik üzrün. Yani Müslümanlığa düşmanlık kılış ya özümünde riyakurluk kılıp özümünde noç köz düşün. Tekebburluklarım da bağlı koyup bunda hıyadım bozdu bununla günah oldu. Fasuile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil humur. Ma'am muhim ona. Ayıqdaki ma'ibarım muhim. Yani vecil istidlal var onunda. Anda bu hadiste depoğanlıyken Resulullah'dan işeklik zekat kilamdı, kemmamdı deb soraldı dedi. İşekning hükmü nima deb soraldı deylar. Zekat degan gap yo'q bu hadisda. İşek to'g'riliq so'ralibdi. Qala ma anzalallohu alayya fiha illa hadhihi al-ayatul fadha al-jami'a. Mush mol mazmunliq shunda yig'inchoq mush oyatdan boshqa bir hukm kemmida mana bu oyat qalsa: "Faman yamal mithqala zarratin khayran wa man yamal mithqala zarratin sharran."
Yani da zakatını versen Allah korudu demekçi. Yani bu şunda hakkı rekabiye diyen şu şahit şu. Demek bu rekabada bir hakkını ispatladı mı? Vel hakkı sabit fi rekabil maşiye şu zakattan başka narsa emas. Demek bu hadis atның zakatını vermeyenlerge qarta vaid olup kelgan. Bu hadis asla 5'de bak uzun hadis bu bazı rivayetlerden. 5'de şu mal dünya toplap onun zakatını vermegen to'g'riliq vaid keldi. Keyin ondan atның gapiga o'tib, atның 3 turlik munda bo'ldi deb banda dedi. Anda ayıg'ıcha zakatını vermegen qo'y egileri var. Uningga qarta vaid keldi. Unda ondan bu hadisdan oldi keyinde mal dünya toplap zakatını vermegen. Nurg'un qo'ylari var zakatını vermegenligi vaid keldi. Aralıklarda ya ayıgıda atның üstünde onun rakabeti hakkını adak tuğan bolsa diyen zakatını verip dursa denge. Manda olanken bu zakat vermegenligi demek. Yani sizlere okudum da. Demek zahaba Ebu Hanife ila enne hakkallahi huve zekat. Vecil istidlal muşu. Ve delke fissaime minha. Demek aşağı. Elep bilen bakılmay yaylaqtı bakılganlarda inde zekat kıldı. Qala al-Qadi İbn Rüşd ve en yekuna hadal lafz mujmalan ahra min ve en yekuna amman feyuhtaju bihi fi zekat. Bu lafz mujmal unda eniq unda degan gap emas. Endi umuman bunda deyilgan bo'lsa, o'sha zakat vojib deganga hujjat bo'la oladi, lekin bu umumda lafz emas, bu mujmal deb. Lekin bu gap hamda bizning qarashi. Ve khalafa Ebu Hanife fi hadhihi al-masala sahibahu Ebu Yusuf ve Muhammed. Şagirtimi İmam Ebu Hanife'nin qarashini amma deydi demek. Yani Ebu Hanife'nin qarashi aciz deb bunda muqlat. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة فقيل إنه كان باختيار منهم. Ömer radıyallahu anh'ın zekat ağırlığı ispatlandı. Attım. Atның aşında tariqidi beqilgandan deylan. Ba'zan bu xalq o'zligidan mushuning zakatini versak bo'ldi deb turilib bergan deydi. Turilib bergan ras. Hazrat Umar Rasululloh olmagan, Abu Bakr olmagan, men asam qanday bo'lar degan. Umarning vaqtida Rasululloh Abu Bakrning vaqtiga namratlarga kishilar ekan. U tulib futuhatni nurg'un hamda mal dunyoga kelgan bir odamning biroz etwa 50-60 qilva bo'lib ketgan vaqti bor. Nolki u o'zligidan bu boshqa bir qo'y taliq kasb bu otliq kelmasa, u qanday bo'lamdi zakatni olsa qanday bo'ladi o'zligidan fikr bergan kishilar. Ondan bu Rasululloh Abu Bakr olmaganning asam qanday bo'lar deb Sahabe meselesinde bunun ahiri bir atqa 10 tengeden zekat bekilgan. Ya bir tilla yoki. Hatta yana bir rivayette Ya'la ibn Munir degan o sahabe bir at metilganda, yani bu atning gapi bo'lib, buni 500 tillaga olgan ya 500 ming ko'yga deylar maslahatdir zaman. Olganisi bu atning ba'zi mujinchilik o'rlab ketganligi bunda olamdi o'sha atni. Burungi vaqtda ham Umar o dairada biz atganna qaynaqda bir tugiga unda bir teshib olatdi. Unda laqa bazimka deb laqa sortliq nasllik ba'zi bir istilotli bo'lib qolsa, bunda xalqning pulpazligiga eshib ketganlikin, ko'tarilib ketganligi xo'p. Unda o'zi bu 10 mingga yetilgan qo'y kalda bu zakat kelsa, bu 5 mingga sildigan bu at kamamda deb zakat olgan shicha. Ve Rasulullah şu çağda xalqning qo'lida jiqning bo'lmagan ekan, apu qilib o'tgan. Lekin Hazrat Umarning vaqti kelgan chaqda bu molni ajranmadimda bak jiq bo'lib ketdi, olmas deb olgan. Bu atning nisabi qancha ekan? Nisabimi? Uning nisabi pulga chaqlan, pul bo'yicha bir. Lekin hozir bu yaylab turgan nima hozir vatanni masalan o'lishlar matikasi hamma yaylab shu hukumatning qo'lida masalan qozoqlar pul berib, yillab pul berib qilgan gap. Bu qanday bo'ladi? Ma'lufa daris kirdi agar pul berib. Yani yoklan pul olsa anlamda be Allah'a o bakar gayla. Yani jikrab pul verip qalsa bu helep bilan biqilgan at dair kirdi. Allahu a'lam.